avvaliga Suvayba degan bir ayol emizib berdi Omina onamizning bolasini. Ana bundan keyin boshqa emizikli ayol topish kerak edi. Arablarning odati shunday ediki, azizlar, ayniqsa Makka atrofi o'ta issiq bo'lganligi uchun bolalarning erkin o'sishligi mashaqqat va u yerda har xil kasalliklar issiq bo'lganligi uchun ziyoratchilar kelib turli kasallik tarqalishligi xavfi bor, hamda bolalari tog' havosida, ochiq havoda katta bo'lishini orzu qilar va eng asosiysi u joydagi xalqning tili haqiqiy eski qadimiy o'zlarini an'anaviy tillarida edi. Bolani tili ham chiroyli, fasohat ila chiqsin, toza havolarda katta bo'lsin, kasallardan xoli bo'lsin degan maqsadda bu makkaliklar hammasi tug'ilgan bolasini boshqa joydagi ayollarga emizuvchi ona topib berib yuborishar va sutdan to'xtagandan keyin bir oz katta bo'lganda qaytarib olib kelishar edi. Ayni bu masalani ko'proq Bani Sa'd degan qabiladagi ayollar bajarishardi, chunki ular sir farzand bo'lardilar va ular mana shu boylarni, badavlatning bolalarini emizib berish hisobiga hayotini o'tkazardilar, pul olib. Omina onamiz ham bolasini bag'riga bosar ekan, hozirgina mana uyimga ham bir emizuvchi ayol keladi deb kutib turdilar. Bani Sa'd qabilasi tomonidan bir qancha ayollar kelardilar. Ularning ichida bitta ayol eri bilan birga edi. Bu Halima degan ayol edilar. Halima-i Sa'diya. Eri bilan birga aravaga chiqqan, bolalari bor, kambag'al, faqira, miskina edi. Lekin harchand harakat qilsa ham la'nati eshak hech oldinga yurmaydi-da. Hamma o'tib ketgan, bular orqada qolgan. To'xtamay eriga aytibdi, "Uring bu la'nati eshakni, tezroq yursin, aql bizdan oldin ketganlar bolalarni ovoladi, bizga hech kim qolmaydi" deb qo'rqar edi. Chunki birdan bir ilinji biror bir badavlat odamning bolasini olsa-yu, ana o'shini emizib, shuni hisobidan boshqa bolasini, mana bu tuqqan ojiza bolasini ham emizib katta qilsa. Lekin shuncha harakat qilsa ham xuddi bir odam to'xtatib turgandek, bir g'oyibiy bir narsa eshagini yurma deyotgandek yurmas edi. Oldidagilar o'tib ketib, hammalari bordilar. Borib qabilalarga uchradilar. Quraysh qabilasidan kimda bola bor, biz bola boqqani keldik deb e'lon qilardilar. Hali u xonaga kirar, hali bu xonaga kelar, u badavlatning bolasini olar, bu obro'likning bolasini olib boqib berardilar. Katta-katta mablag'lar, pullar olardilar. Albatta tabiiyki ular bir hujra, munavvar va muattar bo'lib turgan hujrani ham tark qilmasdan o'ta olmasdilar. Bu hujrada olamlar sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallam turardilar. Kirib bolani ko'rganki ayol oshiq bo'lar edi. Subhanalloh, buncha ham go'zal bo'lmasa ya bu go'dak deyardilar. Nahotki shuni siz tuxdingiz deyardilar hayron bo'lib Omina binti Vahbga qarab. Omina onamiz esa bir oz tabassum qilib kular, bolasining go'zalligidan faxrlanardilar. Lekin ayollar olmas edi. Chunki ular otasi kim degan savolni berishib, otasi yo'q degandan keyin agar yetim bo'lsa hech narsa bera olmaydi deb chiqib ketardilar. Omina onamiz bolasi shunday munavvar farzandni tug'iliboq yetimlik qiyinchiligini ko'rayotganligi uchun ko'zlariga yosh olardilar. Hech kim olmadi. Hatto bobosi Abdul Muttalibga ham bu xabar kelib bir oz ranjidilar. Aytdilarki, boshqalar berayotgandan ko'ra ko'proq beraman nabiramga, olinglar degan gapni ham aytdilar. Ularning ichida eng oxiri kelgan Halima ayol yetib keldi. Xonadonlarga birma-bir kirar ekan, go'dak qolmagan. Er bilan janjallashadi. "Qarang, siz kech keldingiz, hamma bola olib ketib qoldi" dedi. Shunda Abdul Muttalibga yo'liqdilar. Abdul Muttalib unga nabirasini boqib berishligini so'radi. "Har qalay bitta bola bo'g'a qolibdi-ku" dedi. Ichkariga kirganda bolani yetimligini eshitib, Halima ona ham bir taraddudlandi. Lekin bolani bir ko'rib oshiq bo'ldi. Go'zal bir ayolning qo'lida turgan bu go'dakka qarar ekan, Omina onamizning qo'lidagi bu bolaga oshiq bo'ldi. Qo'llariga oldilar. Shundoq yuzlariga qaragan edi. Bunday go'zallik, bunday fayz, bunday muattar hiddan Halima-i Sa'diya o'zini yo'qotdilar. Zero boshqa iloji ham yo'q, bola yo'q edi. Shuning uchun mana shu bolani olishlikka qasd qildilar. Otasi yo'q bo'lsa ham Abdul Muttalib bir qancha narsa berishlikni va'da qildi. Omina onamiz, "Bolamni emizib ko'ringchi" dedilar. Halima onamiz emizar ekan, endi hech narsa bermasa ham bu bolani olib ketishlikka qasd qilib bo'lgan edi. Ana bundan keyin rozi bo'ldilar. Omina onamiz
bolasini olib bag'rilariga bosib, o'pib, hidlab Halima qo'liga topshirdilar. Hali kelinchak bo'la turib, erta beva qolgan ayol 9 oy hatto eridan ajraganda ham mana shu bolani umidida turgan bu ayolni qanday holatga tushishini o'zingiz biling-a. Endigina tug'ilgan go'zal suratlik, muattar hidlik bolani berib yuborish oson emas edi. Omina onamiz qiyinchilik bilan Halima qo'liga bolasini topshirdilar. Halima onamiz bolani olib chiqib ketar ekan, orqasiga o'girilib Omina onamizdan bir narsani iltimos qildi. Singiljon, ruxsat bersangiz bir narsa so'rasam dedi. So'rang dedilar. Bolangizga sepadigan atiringizdan bering. Ayol zoti bo'lib bunaqa atir hidlamaganman dedi. Ozgina menga ham bering dedilar. Bu gapni eshitar ekan Omina onamiz kuldilarda, bolamga hech qanday atir sepmayman dedi. O'zim ham hayronman, tug'ilgandan beri mana shunday muattar shirin hidi bor dedi. Ha azizlar, u jannat hidi edi. Jannat bilan muattarlangan payg'ambarimiz alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. Hayron bo'ldilar Halima onamiz. Bu gapni tushunmadilar. Yelkasini qisdilarda chiqib ketdilar. Axir ozginagina atir bersa nima bo'lardi deb o'ylagan bo'lsalar ham kerak. Ketdilar. Qaytayotganda eshaklari kuchli bo'lib qolgan, avval hammadan orqada qolgan eshak endi avval o'tib ketdi. Uyiga borib ko'rsa, hech ko'rmagan mo'jizalar. Bolalari yugurib chiqib, qo'ylarimiz qo'ziladi, uyimiz barakaga to'ldi deydi. Sigirlar sutga to'lgan, uyi barakaga to'lib ketgan edi. Hech kim nima bo'layotganini tushunmas edi. Faqatgina Halima onamiz bilardilar xolos. Kasal ko'kragiga sut kelishiga sababchi bo'lgan nur yuzli go'dak uning xonadoniga baraka olib kirgan edi. Aytadilarki, payg'ambarimiz alayhissalom go'dak chog'ida Halima-i Sa'diy uyiga kirganda, to Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu uyda katta bo'lib, sutdan qolib ketgunga qadar bu uyda birorta narsaga muhtojlik bo'lmagan ekan. Biror marta janjal ham bo'lmagan ekan. Mana shunday holatda yashagan ekanlar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Halima onamiz qo'lda katta bo'ldilar. 2 yoshga to'lganlaridan keyin olib borish kerak edi. Halima juda qiyinchilik bilan olib bordilar. Qanday qilib olib boraman, qanday beraman, shunday go'zal boladan qanday ayrilaman deb ming xijolatlik bilan bordilar. Qaniydi olmasa-yu qaytarib olib kelsam. Lekin Allohning taqdiri azizlar, Makkaga borganlaridan keyin Omina onamiz oldiga ketdilar. Omina onamiz shunday kutdilarki, kechagina yurakda ketgan bolasi endi yuradigan holatda bo'lib kelgan edi. Sog'ingan ekanlar, bag'rilariga bosdilar. Muhammadim dedilar. Hidlardan hidlab oldilar, yuzlardan o'pdilar. Eri Abdullohdan qolgan bu go'zal yuzli malak Simon bolasini mahkam bag'riga bosar ekan, uni erkalatdilar. Lekin shu payt Makkada vabo tarqagan edi. Hali bu xonadonda bir odamning yig'isi eshitilar, bir ayolning ohi eshitilar, bolalar ketma-ket vabodan o'layotgan edi. Bundan qo'rqqan Omina onamiz iltimos qildilar. Bolamni olib keting, vabo tegmasin, yana bir oz qarab turing, vabo tarqaguncha dedilar. Ayni mana shuni kutib turgan Halima-i Sa'diya xursand bo'lib go'dakni qaytarib oldilar. Omina onamiz keling, unga men tikib qo'ygan liboslarimdan beray deb boshqa liboslarni kiydirib, ustida kelgan liboslarni olib qoldilar. Maqsadlari hidlarini olib qolish edi. Ha, go'zal yuzlik, jannat hidi ufurib turgan boladan ajrash oson ish emas edi. Halima onamiz olib ketdilar. Ana bundan keyin uylariga bordilar. O'sha uyda yana fayz, yana barakot boshlandi. Hatto yuradigan mahalda shunday bo'lardiki, o'zini emigdosh birodarlari bilan, aka-ukalari bilan qo'y boqishga, mol boqishga chiqqanlarida ularni faqat hayvonlari sutga to'lib kelar edi. Hatto qo'shnilar aytardiki, mana bu Muhammad alayhissalomning opalari, akalari boqayotgan joyda boqqim oldi deyar edi. Lekin ular u yerda boqsa bu baraka yo'q edi. Ular har qancha urinsa ham bu narsani hech topisha olmas edi. Buni faqatgina Halima onamiz bilardilar va go'zal yuzlik bolasining peshonasidan o'pib boshlarini silardilar. Ha, bir paytlar yetim deb olmagan oilalar endi afsuslandilar. Halima onamizning qo'llarida yurdilar. 4 yosh yoki ba'zi 5 yosh tarixda aytiladi. Mana shu holatga kelganlarida shaqqi sutur voqeasi ro'y berdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning go'daklik mahalda osmondan Jabroil alayhissalom 2 farishta ila tushib ko'kraklarini yordilar va yuraklardan shayton nasibasini tozalab pok qildilar. Mana shu voqeadan keyin Halima onamiz qo'rqib ketdilar.
va onalariga omonatda olib borib berish uchun Makkaga olib borib berdilar. Xayrlashib ketdilar. Ayni paytda Omina onamiz eridan erta ajraganligimi yoki bir necha yillab go'zal bolasidan judolikda yurganimi va yo boshqa sabablar qaddlari bukilib, ranglari sarg'ayib qolgan edi. Hatto Abdulmuttalib kelinini kundan kunga rangi za'faronlashib, bemorlashib borayotganidan hayron bo'lardi. Nabirasi kelgandan keyin bir oz ko'ngliga yorug'lik kirgan, yuziga yorug' kirgan bu kelinini oldiga kelib, bir Madinaga borib havo almashtirib kelish taklifini berdilar. Madinaga, ya'ni o'sha mahalda Yasrib deb ataladi. Yasribga borasanmi dedilar. U joyga karvon ketayotdi. Muhammadni ham olib olgin, borib bir havo almashtirib kel dedi. Ayni mana shu narsani kutayotgan edi, uni aytay olmayotgan edi. Madinada, ya'ni Yasribda turmush o'rtog'i 2 oygina yashagan Abdullohning qabrini ziyorat qilish ishtiyoqi ham bor edi.